Mollyuskalar. Chuchuk suv mollyuskalari yer yuzidagi eng xavf ostida turgan hayvonlar guruhlaridan biridir. Ularning ko'payish strategiyasi evolyutsiya natijasida yuzaga kelgan ajoyib moslashuvdir va aynan shu murakkablik ularning yashab qolishiga ham yo'q bo'lib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'payish jarayoni har doim suvda boshlanadi. Erkak mollyuskalar urug'ini suvga chiqaradi. Urg'ochi mollyuska uni nafas olish yo'llari orqali so'rib oladi va tuxumlarni urug'lantiradi. Urg'ochi mollyuskalar urug'langan tuxumlarni oddiygina suvga qo'yib yubormaydi. Ular jabраlarning ichki qismida joylashgan maxsus cho'ntaklarda marsupiumda saqlaydi. Bu yerda tuxumlar qisqa vaqt ichida gilohidiyyaga aylanadi. Bu bosqich lichinkalarni daryo oqimi va yirtqichlardan himoya qilishga xizmat qiladi. Bu mollyuskalar hayot siklining eng muhim va ajralib turadigan bosqichidir. Mehmon turi maxsusligi. Har bir mollyuska turi o'z naslini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun faqat bir yoki bir nechta maxsus turdagi mehmon baliqlarga bog'liq bo'ladi. Agar gilohidiyyalar mos baliqni topa olmasa, ular tezda halok bo'ladi. Yopishish mexanizmi. Gilohidiyya suvga tarqalgandan so'ng baliqning jabralariga yoki terisiga birikadi va uning to'qimalari bilan o'ralgan kista ichida yashaydi. Bu bosqichda gilohidiyya baliqdan oziqlanadi va bir necha hafta yoki oy davomida jinsiy yetuk mollyuskaga aylanadi. Vizual o'lja. Urg'ochining mantiya qopqog'i chetlari kichik baliq, qurt yoki boshqa o'lja kabi ko'rinadigan va harakatlanadigan tarzda rivojlanadi. Gilohidiyyalar qurtlarga o'xshash kichik, yelimli paketlarga joylashtirilib chiqariladi. Ba'zan mollyuska daryo oqimiga to'g'ridan-to'g'ri gilohidiyyalarni purkaydi va ko'proq tasodifiy uchrashuvga umid qiladi. Mollyuskalar daryo ekotizimlarida biologik filtrlar vazifasini bajaradi. Suvdan zarrachalarni, jumladan algalar va ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlaydi. Ular suv sifatini oshiradi. Bu esa boshqa turlarga, masalan, baliq va hasharotlarga foyda keltiradi. Ayovdagi muammolar. Daryolari va irmoqlarida joylashgan bu turlar qishloq xo'jaligidagi oqova suvlar, daryolarni to'g'onlar bilan to'sish, yashash joylarining yo'qolishi va invaziv turlar, masalan, zabra mollyuskalari tufayli katta xavf ostida. Tadqiqotning muhimligi. Biolog Jennifer Kurs tomonidan bu jarayonning tushuntirilishi va Banhartning ishi mollyuskalarni saqlash choralarini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan chuqur bilimni taqdim etadi. Baliq-mollyuska munosabatini tushunish ma'lum mollyuska turlari uchun qaysi baliq turlarini saqlash kerakligini aniqlashga yordam beradi. Ayova kabi shtatlarda va butun dunyoda chuchuk suv mollyuskalarini saqlab qolish uchun muhim choralar ko'rilmoqda. Biologlar laboratoriya sharoitida mollyuskalarni ko'paytirish va ularning gilohidiyyalarni sun'iy ravishda laboratoriya baliqlariga yuqtirish texnologiyalarini ishlab chiqmoqda. Rivojlangan yosh mollyuskalar keyinchalik daryo ekotizimlariga qayta qo'yib yuboriladi. To'g'onlarni olib tashlash va daryo qirg'oqlarini barqarorlashtirish mollyuskalar uchun sog'lom yashash muhitini yaratishga qaratilgan harakatlardir. Mollyuskalarning ekologik xizmatlari suv resurslari uchun juda qimmatlidir. Voyaga yetgan har bir mollyuska kuniga katta miqdordagi suvni filtrlaydi. Ular suvdan organik zarrachalar, detrit va mikroorganizmlarni olib tashlaydi. Bu suvning tiniqligini oshiradi va to'g'onlar ostidagi sekin oqimli suvlarda yashil suvo'tlar, algalar gullashini nazorat qilishga yordam beradi.